endi dadajonim insonni endi hayotda bir haligi niyatlari, orzulari bo'ladi-yu. Shulardan biri xudo xolasa bugun erishdi deb o'ylayman. Shu dadam uchun sizga katta rahmat aytaman dadajon. Mana shu qo'shiq siz uchun shu kunlarda mana orzu qilib kutgandingiz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, hamisha bizga bosh-qosh bo'lib yuravering. Shu qo'shiqni sovg'a sifatida qabul qilib olasiz. İlk bor qadamimni ko'rib quvongan, ilk bor dada desam cheksiz shodlangan, ertangi kuniga umid uyg'ongan, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. İlk bor qo'llarimga tutganda asos, qalbimda yangradi nurli bir ovoz. Hayot maktabida birinchi ustoz, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. Qadamida bizni o'ylagan, aytgan qo'shig'ida haqni kuylagan, el yurt xizmatiga belin bog'lagan, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. Madhin kuylamoqqa kuylarim ojiz, izlab topolmadim bitta shirin so'z. Jannat bog'laridan kelgan bir nurli yuz, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. Jannat bog'laridan kelgan bir nurli yuz, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. İlk bor qadamimni ko'rib quvongan, ilk bor dada desam cheksiz shodlangan, ertangi kuniga umid uyg'ongan, dadamning oldida qarzim ko'p meni, dadamning oldida qarzim ko'p meni. Rahmat, rahmat, rahmat. Go'zal tarona, go'zal ijro. Bilaman padarim g'ururda shoxsiz, haliyam suyansa bo'lguchi tog'siz. Qanta go'rigi bor eng gulgun bog'siz. Boshda ko'tarish navbat bizniki, qadr qilish endi o'g'il qizniki. Mana bugun xizmatinglarda Diyorbek akam, otajonim bugun xizmatinglarda qadr qilish endi o'g'il qizniki. Diyorbek aka go'zal tarona, go'zal ijro bo'ldi.